Instagramga juda ham kam video chiqazaman. Chunki asosiy ishim umuman boshqa. Kosmetologlar o'qitib chiqazadigan markazda ish boshqaruvchi bo'lib ishlayman. Dizaynerlik bu meni eng yaxshi ko'rgan hobbim. Ishdan tashqari dizaynerlik bilan shug'ullanaman. Paramount nomi bilan Instagramimni olib boraman. Instagramda asosan aksessuarlar, ya'ni hech qayerda yo'q, hech kim qila olmaydigan aksessuarlarni joylab boraman. Menda iloji yo'q narsani o'zi yo'q, har qanaqa ko'rinishdagi narsani tayyorlab bera olaman. Yaqinda aynan shu uchun pakazga taklif qilishdi. Pakazda o'zimni kiyimim bilan qatnashdim, ya'ni aksessuarlardan yasalgan kiyimim bilan. Pakaz to'g'risini aytsam menga uncha yoqmadi, chunki men kutgandek, men o'ylagandek bo'lmadi. Balki birinchi marta qatnashayotganim uchundir, balki pakaz haqida umumiy tushuncham noto'g'ri bo'lgani uchun bo'lishi mumkin. Lekin har qanaqa holat, har qanaqa vaziyat odamga dars bo'ladi. Men bu pakazdan ham o'zim uchun juda ham kerakli bo'lgan narsalarni oldim. Meni qiynalganim, menimcha asosiy ishim boshqa bo'lgani uchun, chunki asosiy umumiy kunimni, vaqtimni asosiy qismi ishim bilan o'tadi. Ishdan bo'sh vaqtlarimda bu ish bilan shug'ullana olaman. Shuning uchun men qiynalgan bo'lishim mumkin. O'zbekistonda aksessuarlarni kuzatib borish uchun menga obuna bo'ling.